Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni uстановкаларni yakunlab bo'ldik. Darvozamiz 2 qavatlik 1.8 likdan bo'lgan mana. Super toza zamonlarni qo'yib berganmiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Hop. Yopilib ochilishlari ham zo'r. Orqa ko'rinishlari yopilishlari ham yengil. Darvozamiz 360 ga 380 bo'yi. Kimga shunaqangi chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarsizlar. Ikkita yo'ni 30 dan nalichka bo'lgan. Tepasiga 60 cm nalichka qo'shilgan. Kimga shunaqangi chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarsizlar.